kiyinib o'tirsangiz, Suhrob qizchani uyga borsinlar, Amina opa deyapti, o'sha bilan borib kelaylik birga. Ha, shofirkonlik ekan qiz. Sizga? Mana bu ham sizga. Mikrofon bu. Bunisi sizga. Hikmat ushlang endi. Samchini chiqaradik Allah. Klublar reza tutgan. Tabriklaymiz. Qabul bo'ldi rezalar. Yana bir marta yig'lataylikmi? Ertamas indin kun ketamiz. Nima Allohim sizlarday farzandlar. Endi sizga bitta vazifa bor. Hozir men onamga telefon qilasiz, u kishi Toshkentga-ku. Endi ketamiz, buni qana yetkazamiz Toshkentga. O'sha yerda chiqib kelishlari kerak, ana shuni tushuntirasiz. Risolat opa, sizga zo'r bitta yangilik bilan telefon qilyapman. Mana qanaqa ekan? Qachondan niyatim bor edi umra ketish. Bugun ko'tarib kelsa bo'ladimi shunaqani? Ana Allohga minat shukrlar. Alhamdulillah. Risolat opa, iloyim, shu yaxshi kunimni siz bilan ulashmoqchi bo'ldim. Xursandligimdan sizga telefon qilyapman. Bilasizmi, hozir qo'limda ikkita umra ziyoratini sertifikat turibdi. Topingchi, ikkinchisi kimga? Menimcha Anvarga bo'lsa kerak. Yonimga Suhrob bor. Enajonim, salom alaykum. Sizga ham olibdi. Qarang, hozir faqat siz ozgina uzoqda ekanligingiz uchun sizga yetkazolmadim. Men bu energiyani, bu hissiyotni sizga yetkazolmadim. Topajon, 3-yonimizdagi sherigimiz Muqaddas, meni jonim, jigarim, dugonam, singlim, Nusratning nanasi. Ha. Allohga behisob shukr, birgalikda ketamiz. Ketganingga shukr. Nasib bo'lsa mana dugonalar borib maza qilib aylanib kelasizlar, ziyorat qilib. Faqat ertamas indin kuni uchasizlar. Bugun yetib boradingizmi Toshkentga? Erta qaytib keling Buxoroga. Baxtdan shoshib qoldik ana shu biladi. Ichimdagi emotsiyalarimni bajara olmayapman, chunki men kutgan kun, men xohlagan kun, men niyat qilgan kun keldi. Bu uchun Buxoro umra jamiyatiga oldindan rahmat deyman. Juda ham tez, juda ham qulay shartlarda bizga, buning uchun Buxoro umra jamiyatiga men oldindan rahmat deb aytaman, chunki juda ham tez, juda ham qulay shartlarda bizga ziyorat qilib kelish imkoniyatlarini yaratib berdilar. Bu imkoniyat sizda ham bor. 4-fevraldan 5-fevralga o'tar saharlikda soat 3 da reys qo'yilgan Buxorodan. Juda ham arzon narxlarda $990 siz borib ziyorat qilib kelishingiz mumkin. Agar sizda Saudiya Arabistonining vizasi bo'ladigan bo'lsa, narx undan ham arzon $880 ga borib ziyorat qilib kelish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib to'liqroq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Hammalaringizni Buxoro umra jamiyatida kutib qolamiz. Yaqinlaringizni xursand qilish uchun eng qulay fursat. Bu fursatni qo'ldan boy bermang. Sizni rozi qildimmikan onam? Dunyolardan to'ydimmikan onam? Baxtimga siz bo'ling amon, jannatim siz eng mehribon. Voy, maza-yu senga. Va vashi maza bo'lib qopti-yu. Hayot yaxshi ekanda. Xudoga shukr yaxshi. Oldin ham yomon bo'lmagan. Voy, bu degan so'zlar. Uni tagida necha yillik mehnat. Xo'p do'stlar, bizga Madinadan sovg'ani zo'rini berishdi va ushbu hadya bo'ldi, lekin biz ham obunachilarimizga hadya qilmoqchimiz. Madinadan original brenddan parfumni biri Al-Mag'ribiydan. Shart qanaqa? Sharti men bilan sizga obuna bo'lgan bo'lish kerak-da. Menga ham sizga ham lekin. Xo'p, yana kommentariyada обязательно nimadir yozgan bo'lish kerak. Любой narsa. Ha. Qancha ko'p kommentariy yozsa, shuncha yetish imkoniyati ko'proq bo'ladi. Chunki kommentda aniqlaymiz g'oliblarni. Xo'p, qarang. Hozir aktivni tekshiramizda. Agar ana shu video hozir qo'yamiz. Bir haftada 50 mingta like yig'sa, men o'zimnikini ham beraman. Ikkita beramiz. Bo'lmasa, agar 100 mingta like yig'sa, men hammasini beraman. Biladimi? Ana 3 tadan bor, ana ko'ryapsizlar. 1 2 3. Bu yerdan Mana ham 1 2 3. 2 kishiga beramiz yo 6 kishiga beramizmi? Farqi yo'q akajon. U yog'ini o'sha payt aniqlaymiz. Может 2 kishiga, может 6 kishiga.
Sharti bir haftada agar 50 mingta bo'lsa, men bilan Nusratdan bitta parfyum olasizlar. Original $100 parfyum. Agar 100 ming bo'lsa, 3 tadan parfyum olasizlar. Like'ni bo'lsang, komment yozing va obuna bo'ling. Maza qilib keldik. Hammalaringizga nasib qilsin. Iloyim o'sha umralarga borib, ziyoratlarni qilib, maza qilib kelish hammamizga nasib qilsin. Umra jamiyatiga addushi rahmat. Albatta o'rtoqlar, yaqin orada yaqinlaringizni xursand qilmoqchi bo'lsangiz, umra safariga yubormoqchi bo'lsangiz, otajon, onajon, buvijon, bobojonlarni bemalol ishonib topshirishlaringiz mumkin. Umra jamiyati xuddi o'zlarini radnoylariday olib keladi. Biz onalarimiz bilan borgan bo'lsak ham, onalarimizni pastishda ko'rmadik, chunki bular ayollar отдельно o'zlari maza qilib, dam olib, ziyoratlarni qilib keldilar. Eson-omon hammamiz kelib oldik, Xudoga shukr. Alhamdulillah, hammaga nasib qilsin deb qolamiz. Hammaga rahmat. Xorazm umra jamiyati rahmat.